Hammaga salom do'stlar. Bugun PS o'yinida qanday o'ynalishi va taktikalar ochishni o'rgataman. Kuzatib boringlar. Boshladik. Men bu yerdan o'ynasanglar bo'ladi. Mana bu oddiy futbol bo'ladi. Men bu yerda yaqindan tepish bo'ladi bunisi. Mana bunisi yaqindan tepish. Men bunisi o'zi o'ynaysizlar, murabbiyga o'tirasizlar. O'shanaqa bo'ladi. Murabbiyda turib men bunisini oshiraversanglar, sizlarga olmoslar ham beraveradi. Men bu yerdan taktika tuzasizlar. Mana shu yerdan taktika tuzasizlar. Men 116 o'yinlik taktika tuzganman. Men bu yerda zaxira, bu yerda o'yinchilar turadi. Men bu yerda zaxira bo'ladi. O'yinchini qayerdan olaman desanglar, o'yinchini men bu Toti draftga kirasizlar va mana shu yerdan olasizlar. Men bu olmos ko'p bo'lishiga qarab, men bu Stoniga kirib, men bu yerdan sotib olib, mashlarni o'shanaqa ko'p o'yinchi olsanglar bo'ladi. Hozir qanday qilib o'ynalishini ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana shu yerdan kirasizlar. O'zi o'ynayotgan odamlarni Sizlarga tanlab beradi, moslashtirib, o'yinlarga yaqin odamni tanlab beradi. Mana bizga Keyxusanov tushdi. Hozir ko'ramiz. Qanaqa ekan reytinglar. O'yinlarni ko'ramiz. 118, 113, 117. Deyarli bir xil edi oldingisi bilan. Bizlar oldingi jamoamiz 125 yilda oldingi jamoamiz o'chirib tashladik. Ularniki, bunisi esa bizlarniki. Ular bizlar ekan. Hozir biz o'ynashni ham ko'rsatamiz. Siz o'yinni tortganingiz bilan o'yinlar past bo'lsa, futbolchilaringlar yaxshi futbolchi ocholmasa